Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanoat radiatsiya yadro xavfsizlik qo'mitasida komplians xizmati hisoboti berilmoqda. Bugungi kunda qo'mitani korrupsiyasiz sohaga aylantirish va hududlar uchun korrupsiyasiz hudud kabi loyihalarni ishlab chiqilib, tasdiqlangan chora-tadbirlar asosida samarali ishlar yo'lga qo'yilib kelmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbarining korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurash sohasidagi davlat siyosatini izchil davom ettirish, mamlakatimizning xalqaro reyting va indekslarga pozitsiyasini yanada yaxshilash hamda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida qabul qilingan 2025-yil 30-dekabrdagi 270-sonli farmoni muhim vazifalari qo'mita ish yurituviga ijro uchun qabul qilingan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bilan birgalikda 2026-yilda Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasida korrupsiyaviy omillarni aniqlash va bartaraf qilish hamda korrupsiyadan xoli muhitni yaratish borasida aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan yo'l xaritasi ham tasdiqlangan. Bugungi kunda mazkur yo'l xaritasidagi har bir band ijrosi o'z vaqtida ta'minlanib, joriy o'sha bandlar yuzasidan demak nazorat rejalari ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, qo'mitani korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimini joriy etishga mas'ul bo'lgan xodimlari 2025-yil Bosh prokuratura akademiyasini qisqa muddatli onlayn kursini o'qitilishi ham ta'minlangan. Sohada korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan 300 ga yaqin chaqiriqlar va targ'ibot materiallari tayyorlanib, markaziy apparat va hududiy boshqarmalar binolarida, shu jumladan har bir davlat inspektori ish stoliga joylashtirilishi, shuningdek fuqarolarda o'sha tadbirkorlik subyektlarini o'sha tashrifi davomida ularning ko'ziga ko'rinadigan joylarda stend ko'rinishida demak joylashtirilishi ta'minlangan. Bundan tashqari, joriy yilning o'tgan davri davomida qo'mitani mana shu yanvar oyining o'zida qo'mita xodimlarining korrupsiyaga qarshi kurashga oid savodxonligini oshirishga qaratilgan demak seminar, o'quv kurs ko'rinishida 10 ga yaqin targ'ibot tadbirlari ham o'tkazilgan. Bugungi kunda aynan o'sha davlat inspektorlari hududlarda faoliyat olib borayotgan qo'mitaning davlat inspektorlariga tegishli planshetlar demak taqdim qilinib, o'sha planshetlar yordamida sohada demak hujjatlarda elektron integratsiya qilingan axborot resurs orqali demak rasmiylashtirishiga, bu orqali o'sha korrupsiyani kamaytirish, korrupsiya xavfini oldini olishga demak alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bundan tashqari, o'sha joriy yilning o'zida demak davlat inspektorlarini bodi kameralar bilan ta'minlash, maxsus forma joriy qilish kabi demak ustuvor vazifalar belgilab olingan. Eng quvonarlisi, qo'mita raisining 2026-yil 30-yanvardagi 01-10-46-son Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tizimi xodimlari faoliyatining samaradorligining eng muhim ko'rsatkichlari tartibini tasdiqlash to'g'risidagi buyrug'i yangi tahrirda qabul qilinib, mazkur buyruq xodimlar tomonidan korrupsiya omillarini aniqlash va bartaraf etishdagi roliga alohida ustuvor ahamiyat berildi. Jumladan, ushbu buyruq bilan qo'mita xodimlari qonunchilikdagi majburiyatlari doirasida o'zining davlat nazorati tadbirlarini amalga oshirish bilan bog'liq faoliyatiga o'tkazilgan tazyiq va aralashuvlar, shuningdek muayyan harakatlarni bajarish yoki bajarmasligi uchun pora taklif qilingan taqdirda ushbu shaxsga xizmat vazifalariga aralashishning salbiy oqibatlari va unga nisbatan ko'rilishi mumkin bo'lgan javobgarlik choralari haqida oldindan tushuntirish bergan holda tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berish va qo'mita xodimlari tomonidan korrupsiya omillarini aniqlash va bartaraf etishdagi asoslangan taklif yoki nazorat tadbirlari va davlat xizmatlarini ko'rsatishda jinoiy qonun buzish holatlarini aniqlashga demak aniqlash bilan bog'liq holatlarda bir martalik lavozim maoshiga rag'batlantirish koeffitsiyenti bilan birga mukofotlash qoida tariqasida belgilandi. Ushbu holatlar qo'mitada korrupsiyaga qarshi o'sha murosasiz munosabatni shakllantirish, xodimlarni rag'batlantirish maqsadida demak qabul qilingan. Bunday ishlar, bunday chora-tadbirlar qo'mita tizimida davom ettiriladi. Har oyda, har chorakda aynan komplians xizmati tomonidan qo'mitada korrupsiyani oldini olishga qaratilgan muhim vazifalar ijrosi bo'yicha demak axborot berib boriladi.